Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridan xudo xolisa qiziqarli mashinalardan videorolikimizni boshladik. Ya'ni Captiva, Malibu, Ina markalaridan videorolikimizni boshladik. Akalar ko'rib turganlaridek, like bosib albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyalarda qoldirib o'tishingiz mumkin. Qani bo'lmasa boshladik do'stlar. 2015 Captiva 3 S5 akalar. Ko'ringlarchi, ko'pchilik like va podpiska bosmayapti jigarlar. Bosib qo'yinglar, keyingi videolarda birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar. Legendarniy Captivalardan bitta ko'ringlar. Akamiz sazan balig'i o'lib qolmasin. Luklari bor, avtomat korobka. Probeg qancha? 224 ming. 224 ming. 265 talik metani ham bor bonusiga. 224 ming yurgan 2015. Kraskalar? Kraskalari ham bor bonusiga. Qanaqa endi u? Kaltaga yo'q, yumala shilgan. Bolalar rasm chizib tashlagan, boshqa ashingiz. Ay, pro yumaloq chizgan xolos, hech qanday yumalamaganmi deyman. Chizib tashlagan rasm, shuning uchun yo'qotib shu sepilgan. Ustiga tekshirtirib oladi, ichlariga o'tmagan. Hamma yo'g'i butun. O'ziniki. Ichiga o'tgan bo'lsa qolaveradi deyapti akalar. Xo'p, mana akalar metan. Tayyor holatda mashina. Motorni bitta ko'rsatib o'taylik. Uchavon motor. Motorni bitta ko'rsatib o'taylik. Irodasi metan odam minorani metan. Metanda yaxshi yuradi lekin jiga. Akalar biz o'zimiz ham Captiva minib yuribmiz. Bitta polniy zapravka bilan 400 kilometrdan oshiq realniy yurdi. O'zimizning qo'limizda. Yo'q, gaz tonobga qilmaymiz. O'zimizning mashina. Yo'q, gaz tonobga qilmaymiz. 400 kilometr yurdi. Toshkent shahriga kirib bordik. Bitta polniy zapravka bilan. Ancha ishlarni ham bitkizdik. Endi kimda qanaqa? Bu ham minishga bog'liq lekin. Minishga bog'liq. Xo'p, motor garobka hadovalarda ishi yo'q aka, rasxodlari. 4 baloni bor, 220 joylari yo'q. Konditsionerlar yetishlar olib to'rq qo'yilgan tayyor. Gap yo'q. Puluchi. Narxini $10,500 ga bo'lsa berib yuboraman. 10,500. Kam 10 ni pastda bo'lmaydimi? 10 ni pastda shitr bo'lsa, naq bo'lsa. Yo'q, $10,000 naq pul bugungi bozorga qilishyapti. 10,000 pastga bermayapsiz. Bermayapti. Gap yo'q. Telefon raqamlar? 91 600 26 22. 26 22 raqamlarga telefon qila olamiz. 10,000 ga shu bozorda berilmayapti ekan do'stlar. 2008-yil ishlab chiqarilgan Captiva 1 ni ko'ringlarchi do'stlar. Captiva 1 so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, motor korobka hadovi hamma yo'g'i zo'r deyilyapti. Svetlari ham maloshniy jemchuk, balonlari yaxshi holatda. Hamma yo'g'i zavodskoy holatida turibdi do'stlar. Ko'ringlarchi. Old orqalarini ham ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Detallar aquaprint qo'yilgan ekan. Derevyanni seriya qilib, chiroyli qilib. Salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rib o'tishingiz mumkin. Xo'p. Orqa qismlari bitta ko'rsanglar bo'ladi. 3-qator zinalari. Propanmi bu? Propan pakeleniya gazlari bor. Motor holatini ko'rsatib o'taylik, yana undan keyin qizig'i, narxi qoladi. 3.2 atmosferniy motor bo'ladi. 4-pakeleniyada propan gazlar qo'yib qo'yilgan. Rasxodda faqat minish kerak. Rasxodlari yo'q. Tayyor holatda. Korobkani bosib qo'ydinglar. Nech pul ketdi korobka sir bo'lmasa? 650. Usta xizmat hamma yo'q bu. Mana gap yo'q. To'g'ri aytdingiz aka. Biz o'zimiz ham bosuvdik. Xo'p, kraskasi-chi? Kraskasi bor, 15-20% bor. Yangi kosmetika old orqa butun kalta 15-20% bor. Rasxodlari yo'q deyilyapti. Aka, buni pulni arzonroq qilib ayting. Endi bozorlarga ancha tashab qoldi. 58 ga tushib beramiz. 58 kami bor. Kam bor. Variant nasiya yo'llari bormi yo naqmi? Yo'q, yetmasa bo'lsa generalni qilib beramiz, bank qilib olamiz. Spark'ga kelishamiz. Spark Cobalt'lar bo'lsa, barterga kelishsa bo'ladi, yaxshi. Telefon raqamlar? 90lik 90lik 147 178 78 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Holatini ko'rdinglar. Bozor nech pul beryapsiz sir bo'lmasa? Naqi 5400 bermadingizmi? 5400 ga berilmoqda akalar. Kimga yoqsa telefon qila olamiz. Elektromobilga qiziqqan yaqinlarimiz bo'lsa akalar, Dongfeng Landian deganimiz shunaqasi ekan. Landianmi shunaqasi ekan akalar. Zapasos 420 mi? 2023 ekan mashina. Lekin 25-yil olib chiqilgan ekan salondan akalar. Ko'ringlarchi. Ha, probegi 7000 ga yetdi. Skorslar jo'shida ekan akalar, ko'rib turganlaridek.
Panoramalari yo'q, salonlari, lekin chiroyli holatda ekan. Hech qancha yurmabdi. 60 mingga polni zaryadkalar Toshkentga kirdingiz. Gapi kraska tegmagan-a? Yo'q, toza. Kraska tegmagan, top toza. Bular servislari bormi? Bor. O'zimizda Servis xizmatlari bor. Hali ulanmagan. Zaryadniklari bor. Orqalari ham yangi holatda turibdi. Bagajlar mexanika ekan-a? Ichida yangi mashina. Yaxshi. Elektromobilga agar Sigul qiziqqanlar bo'lsa, Siguldan kattaroq olgan akalar mana. Zapasov 405 yildami shunaqa kraskali tegmagan. Mashina akkuratniy holatda turibdi. 2023 ga 24, 25-yil salondan olib chiqilgan ekan. Narxini necha pul aytsak ekan? Narxini Pulini 13900 ga berib o'raylik. 13900 ga berilishi. Kami ham bor-da endi bozoru. Kami yo'q. Shunday holatda. 15600 qo'yganmiz narxini. Aha. 15600 deb qo'ygani g'alati bo'lyapti. Endi siz podpischiklaringiz arzonroq mashina kutadi. Aha. 13900 ga berib o'raylik. 13900 ga baraka qilinadi. Baraka. Telefon raqamlar 90 90lik 201 201 66 55. 66 55 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Bu salonda necha pul turadi o'zi? Salonda 19700 dollar turadi. 19700 dollar salon turadi. Servislardan muammo yo'q, hamma joyda bor. Muammo yo'q, hech qanday. Yaxshi, telefon qila olamiz do'stlar, holatini ko'rdinglar. Komfort so'ragan obunachilarimiz uchun Honji SH7 mi shunaqasidan ekan akalar. Ko'ringlarchi. Lekin BMWdan dizayn o'g'irlangan ekan, ya'ni X5 dan akalar. X5 ga o'xshatib olaman shu mashinani. Faralarini aka e'tibor berib qo'yinglar. Fara Lexus ekan-a? Fara Lexus dizayn. BMW dizayn aslida. BMW dizayn. BMW. Aha. X7'lar, X5'lar dizayni ishlab qo'ygan. Yaxshi, balonlari yaxshi ekan. 5 metrli mashina. 5 metrli. Uzuni 5 metr, bo'yi 180. Xo'p, enigi 2 metr. Yili nechi buni? 2023 93 ming kilometr yurgan. 2023 93 ming kilometr yurgan, kraskalari Top toza, top toza. hamma narsasi bor. Elektropaket, Abduf abagreiflari bor-a? Bor. Hamma narsasi bor. Rejimidan tortib bir 8 xil rejimda yuradi. Aha. Pnevmo podveskalarigacha bor. Xullas akalar mashinada yo'q narsani o'zi yo'q. Ham bor, eng qizig'i. Yog'ochdanmi bu? Yog'och. Originalmi yo plastmasdan? Yo'q, original yog'och. Original. Gap yo'q. Orqalari ham normalniy komfort. Alohida zinalar ham, ballar ham chiroyli holatda. Klimat kontrol alohida, demak 4 zonali klimat kontrol. Amaldorlar shu mashinalarda yuradi. 10 yillar. Gap yo'q. Faqat bagaj elektropaket. Motor nechili buni? 3 litr turbina bo'ladi. 3 turbina. Oh. Dinozavr ekanda. Bu qancha rasot qilagan u uncha jihatiga? Bossiz 15 ta qilib beradi. Bosganga 15 ta. Endi bu mashinani mingan odamlar akalar rasotiga realniy qaramaydi, to'g'risi. Mashina kuzov keramika qilingan, nikellari qoraytirib, black piano qilingan. Aha. Bitta yumshoq balon qo'yilgan, paroq qo'yilgan, tonirovkaga 1 yil, 11 oy ruxsati bor. Bunday ruxsatlari bor. Buni qancha aytamiz endi aka? O'sha kanalingizga 30 ming dollardan jichot beraman deb qo'ydim. Aha. Telefon qilishdi juda ko'pchilik. Pul zarur, pul. Bo'shatish kerak. Pul bo'shatishim kerak. Foyda ziyoniga qaramayman. Aha. 28500 o'tib ham beraman endi. 28500. 28 dan o'tib beravering. Oshda 28 mingga bo'lsa berib yuboraman. 28 ga bo'lsa akalar berilar ekan, bitta Malibu Premier'da puli ekanda endi. HS7 salonni istasa 65 ming dollar salonda. Salonda o'zi 65 ming, hozir ham bor. Bor. Gap yo'q. Olex'larda sotuvda yo'q, faqat ofitsialniy salonda bor bu mashina. Gap yo'q. Telefon raqamlarini aytib berasiz. 91lik Aha. 626 22. Telefon qila olamiz sizlarga, mashinani ko'rdinglar. Xo'p, Malibu 1da akalar, fullda minaman deganlar bo'lsa, kam probeligidan so'raganlar bo'lsa, ko'ringlarchi mashina holatlarini 2012-yilda ishlab chiqarilgan, faralarigacha yuvadi. Balonlari yaxshi holatda, o'rtacha diskalari zavodskoy 3. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak akalar, bitta o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Elektropaket zinalar, pamyatlarigacha bor, probegi 107 ming do'stlar. 107 ming, avtomat korobka, klimat kontrol, kruz kontrollari bor. Salonlari ham go'zal holatda turibdi. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Orqasini ham bitta ko'rsatib qo'ysa bo'ladimi? O'zimizda. Ha, bu narsalar bor. Gazchi gazi. Propan gaz aka. Nechtalik bu? Aka 65 talikdan bor aka. 90 talik propan gazlari bor.
Kraskasi tozami buni? Kraskasi toza, 107 ming kilometr yurgan. Bitnochasini olasiz aka mana. Shu yerda o'zida petno bor, qolgan joylari toza. Olib sarflaydigan joylari yo'q aka. Olib minadi aka. Olib rasxod qiladigan joylari yo'q. Yakunlatib qo'ydi aka. Yaxshi. Puli qancha buni puli? Aka 12800 kam bor aka. 12800 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqdmi? Naq aka. Faqat naqd puli sotiladimi? Faqat naqd puli sotilar ekan do'stlar. Kimga yoqsa aloqaga chiqamiz. Telefon raqamlaringiz 93lik 93lik 941 941 99 99. 99 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Bozor nech pul bo'ldi sir bo'lmasa aka? So'rashyapti aka aka. Telefon qilsa kelishlaveradi. Kelishaveradi. Yaxshi do'stlar, aloqaga chiqamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva'lardan ko'ringlarchi do'stlar. 2013 oqidan holatlarni aytadigan bo'lsak, Captiva 3 zavodskoy holatda turgani, 3 объемli atmosferniy motorda do'stlar. Xo'p, motor garobga hadovoylar yaxshimi aka? Hadovoydi yo'q aka, motor umuman rasxod yo'q aka. Rasxodlari yo'q. 177 ming kilometr yurgan. Salon holatlarini ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Kraskalar toza, Luk avtomat akalar. Qancha probegini? 177 ming. 177 ming. Kraska toza. 177 ming yurgan, kraskasi toza. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. 3-o'toq zinlar kimga kerak bo'lsa mana propan gazlar zapaskani o'rnida ya. Yo'q aka, benzinli mashinamiz aka. Ha, benzinmi? Benzinli mashina aka. Gap yo'q, benzinda yurgan aka. 100 ga qancha rasxod qiladi endi bir? Anarog'i. Ko'rsatyapti aka hozir aka. 12.7. Bu ham minishga bog'liq endi lekin. Doim benzin yurgan mashina ichi kamroq rasxod qiladi-yu. Olib sarflaydigan joylari yo'q aka. Yo'q aka, oladi minadi. Olib rasxod qiladigan joylari yo'q. Puli qancha buni aka? Aka, pul 10,5 ming kam bor deyapmiz. Qancha? 10500. 10500 kami bor. Kelishda beramiz. Variant nasiya yo'llari bormi yo naqdmi aka? Savdo bor aka, ozmoz endi bu ham 1-2 oyga aka. Nasiya savdoga Yetmay qolgan joy deydiganlarga. Ha, yengilasiz. Pashtina qilganda. Yaxshi. Telefon raqamlari-chi? 94lik 94lik 565 55 56. Necha? 565 565 55 56. 55 56 ha. 93lik 93lik 941 941 99 99 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Holatini ko'rdinglar. Nech pul savdo qilishyapti endi sir bo'lmasa? So'ra 9,5 ming bermadi Ha? endi 9,5 ming bermadi. 9,5 ga naqqa berilmadi. 9,5 ga naqqa berilmadi do'stlar. Do'stlar, Malibu 1da qorasiga qiziqqan yaqinlarimiz bo'lsa, 2012-yilda ishlab chiqarilgan, bu ham 3-pozitsiya, full pozitsiyalardan. O'sha aytib o'tganimizdek, farlarni yuvadiganlaridan akalar. Balonlar o'rtacha holatda, diskalar o'zini zavodskoy bo'ladi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, bitta o'zingizlar ko'rib baho berib berasizlar, avtomat korobka bo'ladi. Hop, sina elektropaket, bu yerlari ham sinib, yomon bo'lib ketmagan ekan, chig'ollar taqib qo'yilgan. Qoldi orqalarini bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Probegi 188 ming. 188 ming o'zinikimi? Probeg o'ziniki, tekshirtirib oladi. 188 ming o'zini probegi deyilyapti. Yana tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Adashmasam propan gazlari bor. Mana propan gazlari bor. Mashina yaxshi ekan, lekin probeglari ham yaxshi ekan. Endi kraskalarni bitta so'raymiz, agar kamroq bo'lsa, holatga qarab xaridor bo'lsanglar bo'ladi. 2.4 atmosferniy motor, 4-pokoleniyada propan gazlar. Kraskasi qanaqa tog'a buni? Ikkita detallami? Bitta eshik, bitta kriloda kraskasi bor. Yomon emas. Yomon emas, ichiga o'tmagan, qattiq udallari yo'q. Motor garobga hadovoylanchi. Rasxod yo'qmi? Yaxshi. Pulini arzon aytamizmi? 11 deyapman. 11 deyapsiz. Endi-chi? Dehqonchilik o'z mingan mashinami? Kami bor. 11 ming akalar kami bor ekan. Dehqon egalaridan tog'on o'zini mingan mashinalar ekan. Kimga olsa aloqaga chiqasizlar. Telefon raqamlaringiz 94lik 583 48 40 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Bozorda nech pul bermadi sir bo'lmasa. Hali savdo bo'lmadi. Xo'p, bola, variant emas-a? Faqat naqd sotilar ekan akalar. Kimga yoqsa telefon qila olamiz. Xo'p, bola.
Xo'p, Malibu 1da akalar, bu bozorda faqat fullidan olyapmiz, ya'ni avtomat korobkasidan. Navbatdagisi ham birkasi 14 ekan, texpasport 13 ekan akalar. Malibu 1 3-chi paytsa farlarnigacha yuvadi. I kraskasi akalar mana shu yerda petnosi bor deyilyapti. Kapotga to'liq sepilmagan ekan. I ancha-muncha karnizlarida ham petnolari bor deyilyapti. 3-chi paytsa zavodskoy diski, balonlari ham yumshoq balonlarda yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, akalar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar mashinaga. Chiroyli, akkuratli holatda turibdi. Probegi nechta deysiz probegini? 120 ming ekan tabloda. 160 ming kilometr yurgan mashina akalar, lekin tabloda 120 ming turibdi. Akamiz anig'ini, to'lig'ini aytib o'tyapti. Bemalol tekshirtirib ko'rsatib olasizlar mashinani. 3-chi paytsa shuncha bo'lgan ekan. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari ham go'zal holatda turibdi. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Propanmi bu? Propan tabletga gazlari bor. Zapaskalari ham hamma yo'g'i akkuratli holatda turibdi. Qolgan joylari toza-a? Toza. Top-toza. Olib rasxod qiladigan joylari yo'qmi? Hadavoylarigacha qilib qo'yilgan. Hadavoylarigacha qilib qo'yilgan. Yarsi hadavoylar. Aha. Pulichi bir yengilroq qilib kelishtirib. Hop, puliga kelsak 11,5 ming kami bor. 11,5 kami bor deyapmiz. Variant nasiyalar bormi yana? 1-2 oyga yetmaganiga qilib beramiz. 6 oylarga yarim puli bo'lsa bo'lmaydimi aka? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi-da. Yaxshi, telefon raqamlar? 94lik Aha. 388 Aha. 7007. 7007 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Nech pul bermayapsiz endi, naqd pulga sir bo'lmasa. Foydalangan 10,200 berishdi. 10,200 ga foydalanishga bermaymiz. Qo'shsa kelishadi. Yaxshi do'stlar, telefon qila olamiz. Nexus 3 so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, 2022-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 3larda oxirgi avlodlaridan do'stlar. Ko'ringlarchi, variantga ham sotib olar ekan, eng qizig'i, kimga yoqsa aloqaga chiqasizlar. Holatlariga ko'ra bitta o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. ABS konsini gidravlika, ekonomizerlari bo'ladi, metallarigacha bor. Balonlari yaxshi holatda, diskalari o'ziniki 4-pozitsiyasidan akalar avtomat korobka bo'ladi. Salonlariga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Qancha yurgan dedingiz? 88 ming. 88 ming yurgan, kraskasi tozami? Yo'q, bitta krilo bilan eshikda yengil bo'lgan. Bitta krilo eshikda yengil kraskasi bor. Metallari bor mana akalar. Bor holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Motor korobka hadavoy bir olib sarflaydigan joylari yo'q xudo xolisa. Mumkin bo'ldi, gaz ustiga qilingan. Gaz ham endi qo'yildi. Mumkin bo'ldi. Yaxshi. Narx qancha? 8700 kamini qilib beramiz. 8700 kami bor. Kami bor. Variant nasiyalar? 4000-5000 puli borga 4 oy 5 oyga beraveramiz. 4-5 ming puli borlarga akalar 4 oy 5 oyga nasiyasi bor ekan. Kimga yoqsa aloqaga chiqamiz? Telefon raqamlar? 99lik 99lik 227 227 07 10. 0710 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Nech pul beryapti bozor sir bo'lmasa aka naqdda? Boshqa pulchilar beryapti, nasiyaga ham so'rab turishdi, lekin hisobimiz chiqsa xudo xolasa sotamiz. Sotiladi. Yaxshi, telefon qila olamiz akalar.